Xo'jayin. Nima deysan? Xo'jayin televizor tashlab ketgan-ku, shunga chaqaloqqa pand berish kerak. Yangang ayting, bersinlar. Turqin qursin. Ko'kishini yesa nima deysiz? Xo'jayin. Yangang ayting, kasha bersinlar, men xotinim tashlab ketgan-ku. O, sana borku shu eshakligingni bilib, kelin tashlab ketgan. Tula qolgan ko'raman. Yo'q qoldim. Ko'kishini yesin, Xo'jayin. Xo'jayinjon. Mana xotinim tashlab ketgan-ku. O'sha uchun siz yangamga ayting, buni Menga qara, bu yoqqa ber bolam. O'zim katta qilib beraman, tushundingmi? O'zim yo'qol ko'zimga ko'raman, jonimga tegding narsa so'rab. ana ko'kishini yesin. Yo'qol ko'zimga ko'raman. Xotinim yo'qligini sezdirmadingiz, Xo'jayinjon. O, menga qara, bezbet. Jonimga tegding. Mana o'g'lim 20 yil boqdim, katta qildim, sunnat to'y, punat to'y, hammasini qildim. Ikkita diplomim bor. Endi seni borku, bir umr boqadi. Iltimos, marhamat mendan hech narsa so'rama. Bo'la Xo'jayin. Mayli mana bu o'tayman degan shakta ishlatama buni. Bilganingni qil, faqat hech narsa so'rama mendan. Oxirgi iltimosim Xo'jayin. Ey, jana iltimos deydi bu. Ikki kunga yangamni berib turing menga. Yangang nima qilasan? O'g'lim bor-ku. Ha? Bitta qizim ham bo'lsin. Tug'ib bersinlar.